Storiesda kubik tenglamani yechishni so'rashgan ekan. Keling shuni birgalikda yechimini ko'ramiz. Demak, bizga quyidagicha kubik tenglama berilgan. Buni yechishni bir necha usuli bor. Birinchisi, bunga o'ziga yarasha filtr bor, u usul yordamida yechsangiz bo'ladi yoki buni ko'paytuvchiga ajratib yechsangiz bo'ladi. Men sizlarga har doim o'rinli bo'ladigan holatini yechimini ko'rsataman. Buning uchun bizga bu bosh koeffitsient, bu ozod had. Bosh koeffitsient bo'luvchilari demak +-1, ozod haddi bo'luvchilari +-1, +-2, +-4 va +-8. Ozod haddi bo'luvchilarni bosh koeffitsient bo'luvchilariga bo'lganda yechimlar shular orasida qidiriladi. Bu degani bu sonlarni keltirib qo'ysak, javob agar nolga tenglashtirsa, bu tenglamaning ildizi hisoblanadi. Xo'p, bizning tenglamamiz hammasi plyus bo'lganligi uchun javoblarni minuslar orasida qidiramiz. Demak, x teng -1. Birinchi -1 ni keltirib qo'yamiz. Xo'p, -1 keltirib qo'ysam -1, bu yoqda +7 va bu yerda -14, bu yoqda +8 teng 0 ko'rinishda tenglama hosil bo'ldi. Bu yoqda demak 6 va bu ham -6 ga teng va bu 0 teng 0 bo'ldi. Tenglamaning birinchi ildizi -1 ga teng bo'ldi. Demak, bu bitta ildizini topdik. Endi ikkinchi ildizi qanaqa topiladi desangiz, biz uni burchakli bo'lish usuli orqali ikkinchi ildizini topsak bo'ladi. +8 bo'lamiz. X -1 bo'lsa, demak bu x +1 ga bo'lish kerak. Sababi x +1 0 ga tenglashtrsam -1 degan javob hosil bo'ladi. Endi buni burchakli bo'lishni ham kim bilmasa, sizlarga ikkita narsa o'tiryapti. Xo'p, x kvadrat beraman. X kvadratga x ko'paytirsam x kub bo'ladi. X kvadrat bu yoqda bo'lsa, demak bu x kvadrat bo'ladi. Ayirib yuboradigan bo'lsam, x kubda ketdi, 7 dan bitta ayiradigan bo'lsam 6x kvadrat va qolgan qismi bizga hosil bo'ladi. 14x + 8. Endi 6x kvadratni men yo'qotishim kerak, shuning uchun menga 6x beraman. Shunda menga 6x kvadrat qo'shilgan 6x hosil bo'ladi. Ayirib yuboradigan bo'lsam 8x + 8. Endi nechta beraman? Albatta 8 beraman. Demak 8x + 8 teng 0 bo'ldi. Endi mana bu tenglamani yechsam, ikkinchi va uchinchi ildizlarni topsam bo'ladi.